Assalomu alaykum akalar. Sizlarga hozir turbinani barini qanday nastroyka qilishni o'rgataman. Bizlarga kerak bo'ladi. Buning uchun voz elektronli bo'lsa yaxshiroq. Mana bu hozir aktivatorga kelgan shlangni shunday chiqaramiz. Bunga ulaymiz. Keyin uramiz. Nechi barda mana bu aktivator ochilsa, o'sha bar bo'ladi-da. O zaman sekin uraman, nechi barda ochilsa, o'sha bar bo'ladi. 7 barda ko'ryapsizlarmi? Ko'rdinglarmi nechida ochilyapti? Buni barini ko'tarmoqchi bo'lsak, bizga kerak bo'ladi plastika bo'lsa, mana buni chiqaramiz. Mana bu gaykasini bo'shatasizlar, men bo'shatib qo'ygan. Barini ko'tarmoqchi bo'lsanglar, buni kalta qilasizlar, qisasizlar. Mana. Mana buni qo'yamiz. Qisib bo'lgandan keyin qo'ydik. Endi ko'ramiz, mana necha barda ochiladi. Sekin uramiz, necha barda ochilsa, o'sha bar bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Уже 8 bar. 8 barda ochilyapti. 8 barda ochilyapti. Bu videoyimda bloofni qanday nastroyka qilishni aytib o'taman. Qiziq bo'lsa, kuzatishni davom etinglar. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Keyin bitta savol. Shu zavodskoy Spark motori, zavodskoy stokovi necha bargacha chiday oladi? Bir bar ursak chidaydimi yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar?